Ray Center bozorning ro'parasida joylashgan o import gilamlar do'koniga keldik obunachilar. Shu yerda xudo xolasa gilamlar ayna bomba aksiyalar qo'yiladi ekan. Bo'ylab kanalida Xorazm bo'ylab kanali uchun Ava. Şimdi bir gilam qo'yib beraman. Xorazm teritoriyasi bo'lib hech bo'lib olmaydi. Gapga javob. Hech bo'lib olmaydi. İpek gilamni ko'rasiz? Qarang. Bunga qarang. Elden sifatlanıştıraman. Dikkat edin. Elden sifatlanıştıraman. Videonu yaxshilab ko'rsanglar, yakınlara jo'natsizlar, like'larni bosib, podpisatsiya bo'lib qo'ysanglar. Şimdi narx qo'yib beraman, qarang. İpek gilam. Saç alasan magazinimizda 39 ming so'mdan gilamlarni qo'yib beramiz. Bugun 39 ming so'mdan tayyor gilam. Oldin so'mdan ketgan. Ay, sotganmiz 80 ming so'm, 70 ming so'mdan ketdi. Oho, yarim bahasi qay? Gilama qarang bu. 39 ming so'mdan bizim bo'lyapti. Birinchi marta chiqdi mening gilam. Xorazm bo'ylab kanalida. Nasib etsena. İning. 39 ming so'm. 39 ming so'm 1 kvadrat metr. Sifatini ko'ribsiz, mana orqalar do'kilgan variant turadi. Orqalar do'kilgan variant. O'taks karbetli gilam bo'ladi. Chessi original gilam, orqasi rezinka, kilay narsa emas. Metrajli, yana 4 metrlik naq ipak naqimdan bo'ladi. 1 kvadrat metr bahosi 65 ming so'm aytib beramiz. 65 ming so'm. 65 ming so'm. Ketdi bu narsalar. 65 ming so'm. 65 dan. Birinchi mayada. Ayni oxir narsa ketdi shu narsalar. Yana. Ulgurib qolinglar. Dafadagi metrajlarimiz ko'rsatmadik. 54 metrlik bo'ladi. Bahosi 150-130 sotilgan narsa. Og'a, ipak gilamlarning eng yaxshilarini qo'yib bering degan obunachilarimiz uchun ipaklarning eng qalini, eng yaxshisi. Sifatini bir xabar ko'rsatamiz. Gulana qarang, buni gulana. Git. Oho, gilama qarang. Sasaqli, qo'jali, chisi sak firmaniki bo'ladi, Samarqandskiy narsa. 50 kvadratdan ko'p bo'lsa, qaytib beraman shuni. Bo'ldi endi. Ketdi. Imunda keyingi gilama qarang. Oho, zolotoy-ku bu. Chisi zolotiskiy svetlashangan 2025-yil. Ney klassik variant turadi. Orqalari qo'jalar qo'yilgan, sasaqlari qo'yilgan, qo'ja sasaqdan muammo yo'q. Assalomu alaykum. Xorazm bo'ylab kanalimizning hurmatli obunachilar, hurmatli yurtdoshlar. YouTube ish bozori va mustaqbalımızda yana men sizlar bilan xudo shukr bugun ham bir foydali o'zlaringizga kerakli, manfaatli bir videolardan birini qilamiz. Xudo xolasa bugungi manzilimiz obunachilar Xorazm viloyati Urganch shahri, Urganch Ray Center bozorining ro'parasida joylashgan o import gilamlar do'koniga keldik obunachilar. Shu yerda xudo xolasa gilamlar ayna bomba aksiyalar qo'yiladi ekan. Bugundan obunachilar foydalanib qolinglar. Bize yangilik bilan chiqaveramiz Xorazm bo'ylabda nasib etsa. Shu yerda yana Zafarbek ukamiz bor, bemalol tushuntirib beradi bugungi aksiyani. Bizdan obunachilar shu Xorazm bo'ylabda birinchi gilam video yana maksimal like'larni bosib, sizlardan iltimos podpisatsiyani bosib, kommentariyada o'zlaringiz chiroyli fikrlaringizni qoldirishingizdan chiqmasin. Yana dastlabki ham gilamlarga yetib turibdi ekan. Xudo xolasa adresni tushuntirib o'taman obunachilar. Yana Sulton Bayram chorrahasi Xiva quruqdan o'tib kelasizda toza domni, yana ikkinchi domni taginda ekan import gilamlar do'koni obunachilar. Bonimiz yana Zapchas bozordan kelishini obunachilar, yana chap qo'lingizda yana. Bemalol ana ko'pchilik biladi, bu yer Ugloyda yana obunachilar joylashgan. Ikkinchi dom shu yerda tagida yana import gilamlar do'koni. Bemalol kelaverasiz. Hozir ichkariga kirib ko'rsatamiz. Bugungi aksiyani ichga kelgan baholar sanatda yana Zafarбек ukamiz yana bir aytamiz. Nasib etsa ko'ramiz. Videoni oxirigacha kuzatinglar. Sizlarga manfaatli videolardan biri bo'ladi. Obunachilar, yana xudo xolasa import gilamlar do'koniga keldik. Nasib etsa bu yerda import gilamlar bor. Haqiqatdan obunachilar shu yerda nasib etsa Zafarбек ukamiz bor. Bir shu yerda vajlarni taxlab turibdi. Dim yomon bomba yangilik bor dedi bugun. Yana o'zim shu yerda yana. Harmon. Og'a, assalomu alaykum. Siz jalol. Alaykum salom. Yaxshimisizlar? Bizni bilasizlar? Ava, xudo shukr. Bir yandan boshlaymiz. Ava. Hamma assalomu alaykum. Avvalambor bir zaman salomlashib o'taylik. Ava. Import gilamlar magazinida shunday aksiya qo'yilatir. Bir zaman Xudo xolasa magazinimizda 39 ming so'mdan gilamlarni qo'yib beramiz. Bugun 39 ming so'mdan tayyor gilam. Oldin so'mdan ketgan. Ay, sotganmiz 80 ming so'm, 70 ming so'mdan ketdi. Oho, yarim bahasi qay? Gilama qarang bu. 39 ming so'mdan 1 kvadrat metr Xorazm bo'ylab hali yechada yo'q. Xorazm bo'ylabda yana ko'rib qo'yasizlar. Xorazm bo'ylabda birinchi marta chiqdi mening gilam. Xorazm bo'ylab kanalida. Nasib etsa yana. Ining. 39 ming so'm 1 kvadrat metr. Sifatini ko'ribsiz, mana orqalar do'kilgan variant turadi. Orqalar do'kilgan variant. O'taks karbetli gilam bo'ladi. Chessi original gilam, orqasi rezinka, kilay narsa emas. 39 ming so'mdan gilam yo'q mening narsa. Baholansinishi-ku bu. Baholansinishi keyingi gilam. Immuniy rasvetkasini ko'rishingiz mumkin. Metrajli, yana 4 metrlik naq ipak naqimdan bo'ladi. 1 kvadrat metr bahosi 65 ming so'm aytib beramiz. 65 ming so'm. 65 ming so'm. Ketdi bu narsalar. 65 ming so'm. 65 dan. Keyingi metrajimiz Fakik Ataşentola. Gülene gördünüz. En kaç suyun en yaxshilaridan birisi bo'ladi. Vorsi 1 cm bo'ladi.
Bahası 130, 120. Metraj koydurmaz ağa. Hava. Yetti. 95 milyon atib beraman. 95 milyon. 95 milyon 1 kvadrat metr. Bu nasıl? Lekin bak birinchi moyacha. Birinchi moyacha. Ayni oxir narsa ketdi narsalar. Yine. Ulgurib qolinglar. Dafadagi metrajlarimiz ko'rsating 54 metrlik bo'ladi. Hava. Bahası 150-130 sotadigan narsa 90 milyon qo'yib beraman. 90 milyon. 90 milyon. Birinchisi, ikkinchisi 90 milyondan ketdi. Bu nasıl ipek gilam neydi bu yine? İpek gilam 90 milyondan neydi bu? Yine. Fakat import gilam qo'yib beradi. 400'lar yeni 3,5 metrelik metrajlar. Hava. Bunu 95 milyon qo'ydim. Keyin tegindagilar. Sifatini ko'rishingiz mumkin bu narsalarni. 65 milyondan 1 kvadrat metri. Bular ha? Ama yine görünüyor gösteren. 65 milyondan 1 kvadrat metri. Ne de başını ipek gilam. Yaldırat tuşunu götürsüz. Bu 2 yıl. Yumuşak kıran hesabı. 2 yandan 2 tavlanadı bu. Buna qarang rengi. 2 tavlanadı. Depedagile sifatini götürsüz en kalını boladı. En yaxşısı. Bu ham ipek nakından boğan nerse. Bahasını koyup beramen. 150 satkanımız, 140 satkanımız, 115 milyon koyup beramen. 115 milyon. 115 milyonlar. Hali yeşede koyulmagan. Bu nasıl? Menden gilenler. Nasip etse bemalol. Ağa ipek gilenlerini en yaxşılarını koyup berengen abonachılarımız üçün ipeklerin en kalını, en yaxşısı. Hava. Sifatini bir kadar yak gösterimiz. Gülene karang bunu gülene. Git. Oho, gülene karang. Saçaklı, kocalı, çizsiz sak firmaniki boladı, Samarkandski nerse. Bir kadar danışır ötemen, imbeleri paktan akından dokungan boladı, akril nerse. Biyaları ipek boladı ağa. 100%. Akril bilen ipek alaştı okulan girem. Bahası 180 milyon satkanmız. Anlaşmalarımız biledi. 160 milyon satkanmız. Ağa metraj fotoğrafıma. 125 milyon 1 kvadrat metre. 125 milyon. 125 milyon. Saçaklı, kocalı, çizsiz sak neki yetişedi yok ağa. 3D oynatda tırgan nerse bu. Oho, 3D like hakikat. 3D nerse? 2 santidan ziyad nerse bu. 2 santidan ziyad. Minin gilenler, minin aklına geçe koyulma. Bundan qaytasizmi hozir? Xorazm bo'ylabda birinchi yil gilam videosi munosabati bilan ina. Birinchi video ko'ribdi. Gilam reklamasi bo'yicha. Ava. Ağa 120 milyon atib beraman. 120 ming so'm. 120 milyon atib beraman. Gap javob. Gap javob. 120 milyon atib beraman. Bemalol kelaveradilar. Liboy razmeri bor. Buni keyingi kunini yeyamiz. Keyingi rasvetkasi. Nasib etsa. Buni ko'ring buni. Bunga Keyingi rasvetkasi. Imbo'ya qarang. Oho. Yanib turishini qarang bu narsani. İpek nakından bo'ladi, saçaklı, kocalı gilam. Ina. Bir yandan qarasangiz boshqacha, endi siz tomondan qarasangiz dönük ko'rsanadi. Men tarafiga qarasangiz yarki ko'rsanadi. Bir yandan ikki tovlanadi. Avang. Eng premium kassadagilar 220, 200 sotilgan narsa narxini sindiramiz bugun. Hava. Bir baho aytaman. 135 milyon 1 kvadrat metr. 135 milyon. 135 milyon. Yechada yo'q. Bemalol Liboyni olib kelishlari mumkin. Buni ham qaytib berasizmi? Ay 50 kvadratdan jatasalar boring, bundan ham qaytib beraman tazang 5 ni. 5 ni. Ketdi. Qaytiladi. İmonda ipeklarning eng zo'ri bu ham. Eng yaxshisi rasvetkadan umuman muammo yo'q bizning do'konda. Gelip bemalol imbo'ya qarang. O'zlarini yoqqandan gelip bemalol saylab elekdan o'tirib, elekdan qolganini haydab ketaveradilar xudo xolasa. Gilaming bormi desa, bada yana bor. Alding desa import gilamdan dedi. Gilamdan oldim dedi ina. Endi sifatini oshirib o'taman. Sifatini götürsüz, ipek nakından bo'ladi bu narsa. Arkadan dokunishini götürsüz, arkadan bir gul chiqqan bu narsani. Shuni aytaman. 1 gram kelagi yo'q. Qo'shalar qo'yilgan sak Samarkandskiy organlarsa, saçaklar 2025 nev klassika o'rnat oladi. Bahasini satganman 180, 160 milyon pul satganman. Ana koyup berdim bunu 135 milyon pula. 130. Bunda ham qaytiladi. Aytib kelsalar. Aytdim ki 50 kvadratdan ko'p bo'lsa, qaytib beraman shuni. Bo'ldi endi. Ketdi. Imunda keyingi gilam qarang. Oho, Zolotoy-ku bu. Chessi Zolotoyskiy svetleşgan 2025-yil nev klassika o'rnat oladi. Arkalari ko'jalar qo'yilgan, saçaklari qo'yilgan, qo'ja saçakdan muammo yo'q. Muhimi kelaysiz. Sifatini garantiyasi bilan beramiz, shu ko'z turgan hamma qolin bu. Bahası 250-220 sotilgan narsa. Ağa metraj fotoğrafım bam 135 ekama. Lekin bunu sifatini götürsüz 135 milyon yine. İşte bekleyen vaqt arası görsenmedi bu narsani. Paxta bilan ipek aralashtirib qo'ygan. Ikki yandan 2 xil to'lanadi bu. Bunga qarang. Hamma razmeri bor, bemalol kelib haydab ketaverishadi. Dönüşüne qaranglar buni, dönüşüne. Avang 2 yandan 2 xil to'lanadi. Oqi, go'ki, qizili, sarisi. Yine. Endi ağa qarang. Xorazm Bo'ylab kanalında. Xorazm bo'ylab kanali uchun. Şimdi bir gilam koyup beraman. Xorazm teritoriyasi bo'lib hech bu bo'lmaydi. Gapga javob. Hech bu bo'lmaydi. İpek gilamni ko'rasiz? Qarang. Bunga qarang. Elden sifatlanıştıraman. Dikkat edin. Elden sifatlanıştıraman. Videonu yaxshilab ko'rsanglar, yakınlarga jo'natsizlar, like'larni bosib, podpisatsiya bo'lib qo'ysinlar. Şimdi narx qo'yib beraman, qarang. İpek gilam, saçaklari qo'yilgan, 3 qadat do'qilgan. Qo'sha qo'yilgan. Arkasini götürsiz, kelaysiz do'qilgan o'rnat. Eng qalini bo'ladi. Şimdi narx qo'yib beraman 100 ming so'mdan. 100 ming so'm. 100 ming so'm atiga, 100 ming so'm. Yechada yo'q qo'yilmagan. Aytdim bu gapimga javob. Hamma razmeri bor bu narsalar. 100 ming so'm. 3D variantda ima qarang. 3D variantda. Bu yandan qarasiz boshqacha, bu yandan qarasiz boshqacha. Shuni aytaman. Bundan qanday ko'rsatadi?
Mini kanal, mini narx baku, hali hech qaysi kanalda qo'yman, hech qaysi do'konda qo'yman. Xorazm bo'ylabda yana portladi narxlar. 100 ming so'mdan. İpeklarning eng qalini, eng zo'ri. Eng zo'ri 100 ming so'm. Hamma razmerlari bor. Keyin mana high-tech variantlarim bo'ladi. High-tech, uni ham ko'rsating. Mana high-tech variant ipaklar. Ina. Eng yaxshisi bo'ladi bu. Bunga qarang. Nisbatini ko'rtisiz. High-tech ana 2 xil tovlanadi bu yosh. High-tech. Shuni aytaman. O'ymada boshlanadi. 3D variantda ishlangan narsa, qalonga kushkada do'konlar. Ag'a, Hava. Bundan baku 125 ming so'm pul beraman. 125 ming. 125 ming so'm. Qalonga ko'rtisiz 1 gram kilo yo'q, yumshaqqina. Urib siqib deb to'shadan narsa. 125 ming so'mdan ketdi. 125 ming so'mdan ketdi. Endi bu yana keling. Hava. Bizning do'konimizda vibramiz shinning ko'p, kelib turib shuna adash ketishlari mumkin. Shuni aytibman. Qizil deymilar, go'k deymilar, hamma rasmitkasidan razmerlardan umuman yo'q. Birigilardan qisqacha aytib o'tamiz. Sababi bu gilamlarimiz hali bundan yo'qmi degan muxlislar uchun. Bundan yo'qmi deganlar uchun. Bu gilamlarimiz avvalgi gilamlarimiz. Bor bundan razmerlari. Baholari eng maqran. Orasi oshirmaydi bu narsani umuman. Shuni aytaman, zish. Umuman zish narsa 3 qadar do'konga bo'ladi. Satqanimiz 220 ming so'm, 230 ming so'm, 240 ming so'm pul satqanmiz. Dangal baho aytaman 165 ming so'mdan qo'yib beraman shuni. 165 ming. 165 ming so'mdan yechirib qo'yman bu narsalar. Ina bu narsa. Imondan yening. Endi sifatini ko'rsatib o'ting. Ina. Sochoqlari, qo'shalari qo'yib to'kilgan. Orasi umuman oshirmaydi bu narsa. 1 kvadrat metrni qo'yib beraman 135 ming so'm. 135 ming. 135 ming so'mdan yechida qo'yman bunga. Ina bu narsalar. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Libo yana olib kelavanglar. Gapimizga javob beramiz. Zunding narxda o'rning gilamlarni yechida qo'yman. Ina bu narsalar. Bozordan yo'q bundan baho. Bozorda yo'q. Go'z turgan gilamlarimiz hammasining metrajlari dishlami, daloshkalari dishlami, Nessanlar razmerlari dishlami, hamma razmerlaridan mavjud. Shuni aytibman, assortiment ko'p. Assortiment ko'p. Bemalol kelaveradilar. Birini ko'rib birini olaverasan. Kelavering. Bu andayning, bu yoshlar ekan. Yeni 80 dan tortib, bu anda yeni 80 dan tortib ta 3 metrgacha bor. 3 metrdan. 80 dan tortib. Bunda hamma razmeri bor ekan. 80ligi, 1ligi, 1.20, 1.5, 2.5, 3 hamma razmeri bor. Keladilar, defa pul pas bilan bir qat'iy to'shab beramiz, xudo xolasa. Xalonat bay. Bahosini yemoqrang, sifata qarang, sifata qarang. 3 qadar do'kon. Tiyi ko'rsanmaydi. Chisi saqniki. Medalash o'tiribman 200-220 sotganman bilasan 165 ming so'mdan. 165 dan ne bor? Yettisi narsa. Imonda 135 ming so'mga qo'ygan ipak gilamim boshqacha guli. Ina. Nima qarang, 3D variant ishlangan narsa bu. Og'ay, ko'zlamasam do'konimizda vibramiz ko'p. Ko'p. Momik materiallar deymilar. Xorazm bo'lib yeshiragan narsalar. Ina. Xohlagan birini og'ay shuni ham bir tushuntirib o'ting qisqacha. Shuni ayting. Sifatini ko'rtisiz. Momik Xorazm bo'lib yeshiragan ham bilasan. Hech qaysi do'kondan topmaysizlar. Orqasi rezina material bo'ladi. Kafe laminatda damas kuchi ishlangan. Xitoyning materiali bo'ladi bu narsa. 180, 160 sotganman, medalash o'tiribman. 135 ming so'mdan. 135 ming so'mdan ketdi bu narsa. Keyingisi chis orqasida do'konga o'rnatiladi. 350 ming so'm, 300 ming so'm sotganman bu narsa. 225 dan ketdi bu narsa. 225 ming so'm. 225 ming so'mdan keladilar. Xohlagan sifatini saylab olaveradilar. Ina. Getdi ipaklar 125, 135 ming so'm. Ina. Hamma rasvetkadan muammo yo'q. Bemalol kelaverishingiz mumkin. Xudo xolasa bu aksiya qachondan davom etadi? 1-moygacha. 1-moygacha davom qiladi. Dastavka nerada? Dastavkasi, Ustonovkasi Xorazm viloyati oblast bo'lib hamma mut. Ina, o'zingiz tikib berasizlar. Xizmatimizda pul olamiz. Keladilar, olgan gilamini kvadrat metrga pul to'laydilar. Uyni olib borib ko'salarini kesib berishimiz, do'qib berishimiz, dastavka etib berishimiz. Hammasi mut. Endi kelaveringlar bemalol. 15inda pul tushadi oyna ko'pchilikka. Salgina ozroq pul yetmay qolsa nechga oladi? Kelaversinlar, xudo xolasa, muddat to'lov etib beramiz. Muddatlar? Muddat to'lov bor. Xoysiz. Ina, bemalol kelaverasizlar, xudo xolasa. Ina import gilamlar do'koni yangilikdan charchamaydi. Nasib etsa bu aksiyadan foydalanganlar. Bu aksiyadan foydalanganlar. 50 baholar tushgan ko'p narsa. 50 dik yarim oy ortada tutdi. Yarim oy endi. 1-moygacha lekin uspetatkanlar 1-moydan keyin bir narxlar yo'q. Yo'q dedi. Baholar diklanadi. Uspetatkanlar hamma razmeri bor. Videomiz qisqacha damiz, qanday tushuntirib berasiz. Bo'ldi. Esa Zaferbek ishlar omad. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hamma do'konda kutib qolamiz. Sizga rahmat. Ina. Biza yangilikdan charchamiz, Xorazm bo'ylabda sitadan ko'rib, ina tanlovda adashmanglar, ekranda telefon nomerlar bo'ladi. Bemalol telefonlashib, musofirda o'tirib ham zakaz berishingiz mumkin.